Akadan oldin singil erga tegsa. Dilboz bitta choy qo'y. Hay, shu akam jonimga tegib ketdi. Choy. O'g'lim, sening soch kelayotgan erga bermasak bo'lmaydi. Ya, buni erga bersangiz erini urib o'ldiradi-ku. Qizni tengi chiqsa teginga ber deganlar, o'g'lim. Kete, men o'ttiz kirolman. Ana o qiz endi 18 ga kiradi. Qana uni erga berasiz, men uylanmaganman. Qana o vijdon. Baribir singling erga beramiz. Bir haftadan keyin to'y. Tamom. Dadish, bir haftadan keyin to'yingiz. Hammasi baribir berishdimi senga? Hamid bitcha. Qutuldim. Balki qiz bo'lib tug'ilsam edi, men ham tezroq to'yim bo'laydimi? Annatim qaynakam. Singizni o'qiyib o'qtirib bergan shu rahmat. Uka nechinchi yilsan? 2007. Hay billah. Men maktabni bitirgan paytim endi tug'ilgan ekaningda qara. Rahmat. Nerdan chiqish eshigi? O'ting to'yga. To'y ham zo'r o'tdi-da, qutuldim. Siz qutulsiz, men tutildim. O'g'il to'yni men qot qiling. Qo'y parma qash qilgan men siz beraman. Ding. Singlimda qadri topdi-ku, o'zi zahar bo'lsa ham shu ishlarni qilaydi-da. Yosh xo'laya ketib qoldi. Men bera onamning kiyimlarini yuvaman, singlim borib erini kiyimini yuvib yotdi. Qanaqa dunyo bu? Bekka bacham, men seni ham to'yini qilamiz. Menga xotin nima kerak? Kirlarni yuvib bilsam, ovqat qilib bilsam, ko'chani supurib bilsam, bo'ldi xotin kerak emas. Ha, bo'lmasa bitta choy damla. Qora choy icholmadim, asal choy icholmadim seni qo'lingdan.